Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir donadan like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. AQSh sobiq prezidenti Jo Baydenda prostata bezi saratonining agressiv shakli aniqlandi. Bu haqda uning matbuot kotibiga tayanib The New York Times xabar berdi. Sog'liqdagi muammo 16-may kuni shifokorlar Baydenni peshob chiqarish bilan bog'liq muammolar tufayli tekshirishganida aniqlangan. Tashxis prostata bezida qo'shimcha tekshiruv talab qilinadigan kichik tugun borligiga aniqlagandan so'ng qo'yilgan. Metastazlar allaqachon suyaklarga tarqalgan. Unga Glisson shkalasi bo'yicha 9 ball bilan tavsiyalangan prostata saratoni tashxisi qo'yilgan, deyiladi xabarda. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring.